Xo'paysizlar, biz bugun qishloq xo'jaligi bo'yicha falsafa fanlari doktori, dotsent Ikrom aka Ro'ziyevni oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum Ikrom aka. Xo'p, biz Ekogumin mahsulotini ishlatgansiz va uni ta'siri. Ekogumin o'g'itini dastlab olib kelgan paytda o'sha dalada tajribalar o'tkazganmiz biz. G'o'zada, Makkajo'xorida, Kungaboqarda hamda bug'doyda tajribalar o'tkazganmiz. Shu qo'llanilmagan variantga nisbatan, sharoitga nisbatan hosildorligini, hosil nisbatini solishtirganmiz. Shunda biz guvoh bo'lganmizki, hosilni miqdori 3-5 sentnergacha, hosilning sifati ham sezilarli darajada yaxshilanganligiga guvoh bo'lganmiz. Buni o'sha tajribadan kelib chiqib foydasini bilganligimiz uchun hozirgi paytda shu yarim gektar maydonda shu qishloq xo'jaligi instituti hududida tashkil etilgan issiqxona sharoitida bodring hamda mana bu pomidor ekinlariga ham qo'llayapmiz. Buni ham ildizdan tuproqqa solib, demak, usulda ham qo'llayapmiz. Bundan tashqari ildizdan tashqari oziqlantirishda bargiga, tanasiga qo'llash usulida ham foydalanyapmiz. Foydasini bilyapmiz, bilganligimiz uchun qo'llayapmiz. Hozirgi paytda dunyo bo'yicha ham organikaga ko'p e'tibor berilyapti, chunki avvalo kimyosiz iloji yo'q. Kimyoni ishlatmasdan qishloq xo'jaligini tasavvur qilib bo'lmaydi, lekin kimyoni me'yordan ortiqcha qo'llanilishi bu albatta hosilning sifatiga ta'sir qiladi, turli kasalliklarni keltirib chiqaradi, odamlarning umrini qisqartiradi. Mana hozirgi paytda turli, masalan, onkologik kasalliklarni ko'payib ketishi ham olimlarning aytishi bo'yicha shu kimyodan ko'p foydalanganlik oqibatida deb bilishyapti. Shuning uchun tabiiy moddalarga qaytish fursati yetdi. Ilojini boricha kimyoni minimallashtirish kerak, mineral o'g'itlarni ham mumkin qadar kamaytirish kerak. Turli kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashishda ham, demak, kimyoviy preparatlardan foydalanishni minimal holatga keltirish kerak. Rosa iloji yo'q holatdagina qo'llash kerak. Ekoguminni biz qo'llab ko'rganligimiz uchun samarasi yaxshi, qo'llash kerak. Bu faqat hosilni oshirish bilan birga uni hosilning sifatini ham keskin yaxshilaydi. Masalan, pomidorda yaqqol ko'rinadi. Shu haligi mineral moddalarni ko'p, mineral o'g'itlardan ko'p foydalanganda nordon bo'lib qoladi, ta'mi buziladi. Tabiiy modda bo'lganda juda xushtam, mazasi, hidi hamma tomoni sezilarli darajada o'zgaradi. Domla, sizga rahmat. Salomat bo'ling, xurmoningizga baraka. Sog' bo'ling. Qo'llash kerak buni. Sog' bo'ling.